nimaga kerak? Nimaga kerak degan ma'noda aytilmagan. Har bir ayol kishi o'zingga savol bergan. Mana shu inson nima uchun seni yoningda? Nimaga kerak shu inson seni yoningda? Bu aslida savol juda ham chuqur, lekin bu savoldan erkaklar qo'rqib ketdi. Rosa. Bu savol ayollarga ma'qul keldi bu video. Ayollarning ichidagi gapi bo'ldi. Bo'ldi ayollar, erkaklar qo'rqib ketdi. To'g'ri. Xuddiki nima keraging bor deb tushundi erkaklar buni. Aslida buni tagida boshqa narsa bor edi. Xotinim psixologga kelishiga qo'rqadi. Sizni fikringiz? Erkak bu aql, ayol bu qalb. Erkak tashqi dunyoga javob beradi, moddiy dunyoga javob beradi. U jang qilish kerak, raqobat qilish kerak, u nimanidir tortib yulib oilasiga olib kelish kerak. Ayol ichki dunyoga javob beradi. Nimaga kerak senga shu erkak kishi yoningda? Aslida nima uchun sizlar birgasiz? Yoki sen shu odamga kerakmisan? Mana shu masalalar, mana shu savolni o'zingga ber degan ma'noda. Chunki xo'p, nimaga chidaysan unda? Nimaga azoblanasan? Nimaga noliysan? Sen shu inson bilan yonma-yonsan. Xo'p, yoqmas ekan, shunaqa qilar ekan, nimaga yonidasan? U nima uchun seni yoningda? Hamma yozsin, podkastni oxirigacha ko'ringlar. O'zingizga eng yoqqan joyini yozing. Bizni eng yoqqan joyini yozgan, ikkita chiroyli kommentariy yozgan odamga eng zo'r insightlar uchun, balki o'zimizga ham insight bo'lib qolishi mumkin-da o'sha. Hamma har xil ishlaydi. O'sha ikkita odamga biz sovg'a beramiz. Bittasini Nargiz opam beradilar, bittasini men beraman. Shuda bo'lsin. Rozimisiz? Roziman, jonim bilan. Sovg'amiz juda ham qiymatli narsa. Agar sizga ham bu foydali bo'ladi, ham moddiy tomondan foydali bo'ladi. Ya'ni siz agar buni oxirigacha eshitadigan bo'lsangiz, bu bitta terapiyalar mana sizlarga qimmat gaplari ketdi. Bu gaplarning qadrini men bilaman. Assalomu alaykum, hammaga xayrli vaqt, aziz kuzatuvchilarimiz. Bugun sizlar uchun noodatiy bir podkast uyushtirganmiz. Ya'ni biz hech qachon hali taklif qilmagan ajoyib bir mehmon taklif qildik. Ular o'zlari ajoyib inson va yana eng qizig'i psixolog. Bugun psixolog bilan suhbat bo'ladi. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Va albatta bugungi mehmonimiz sevimli, juda ham mashhur, hozirgi kunda o'zini karyerasida, hayotida o'rnini egallagan, millionlab insonlarning hayotini o'zgarishiga yordam berib kelayotgan va birinchi bo'lib mana shu psixologiyani O'zbekistonda qadam qo'yib boshlagan insonlardan biri Nargiza Sattarova. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Taklif uchun rahmat. Men juda ham xursand bo'ldim kelganingizdan ham. Chunki biz uchun ham juda ham siz katta ustozsiz va menga qiziq, o'zimni qiziqtirgan savollarga sizdan javob olish. Va bugun mana biz siz bilan psixolog bilan gaplashamiz, lekin men sizga savol beraman, siz ko'proq gapirasiz. Jonim bilan. Atak yaxshi ko'raman gapirishni. Atak, bizga shunaqa, qo'limizga mikrofon berib qo'ysa bo'ldi, gapiraveramiz, shunaqa. Biz bilamiz, men o'sha paytda endi men ish boshlaganman, uzoq 1 yil ham bo'lmagan. Juda ham mashhur bo'lgan narsa sizda nimaga kerak? Bu hozir tashrif qog'oziga aylangan. O'zini sizni aytsa tanishmasligi mumkin, lekin nimaga kerak desa hamma taniydi. Zo'r hype bo'lgan, endi o'sha paytda zo'r ishlab bergan. Men buni ekspert sifatida bittada ko'rganda aytganman, buni kesib olishgan, konteksti uzilib qolganligi uchun sizlarga neto tuyuldi. Lekin buni yo boshida yo oxirida obyaснение bo'lishi kerak, tushuntirish bo'lishi kerak. Shu payt sirasi tushunganman. Keyin uni nimadirlar qildinglar sizlar. Lekin bu baribir sizga plyusga ishladi, nima bo'lganda ham. Nima bo'lganda ham. O'zimiz xohlamagan, o'ylamagan holatda ishlab. Mana o'sha savol. Masalan, ayol kishiga erkak nimaga kerak? Agar ayol o'zi yashay olsa, masalan, jamiyatda o'zini o'rnini topa olsa, bemalol o'zini ta'minlay olsa, nima uchun kerak? Kerakmi yo kerak emasmi umuman? Men shu savolni sizga birinchi bermoqchiman, chunki auditoriyada ham shu savol. Yoki masalan, odamlar o'ylashadiki, biz ularga ayollar zo'r bo'lib ketib, kerak emas degan tushunchani singdiramiz. Shuning uchun bizdan qo'rqishadi, bilasizmi? Ko'pchilik erkaklar xotinim psixologga kelishiga qo'rqadi. Sizni fikringiz? O'zi aslida aytmoqchi edim, nimaga kerak degan ma'noda aytilmagan. Har bir ayol kishi o'zingga savol bergan. Mana shu inson nima uchun seni yoningda? Nimaga kerak shu inson seni yoningda?
Uni aslida uni boshi, oxiri shu ma'noda ediki, haqiqatan siz aytgandek, agar ayol kishi o'zi pul topsa, agar ayol kishi o'zini o'zi hozir himoya qila olsa, ko'chada bo'rili, sherli bo'lmasa, shunaqa. Misol uchun o'sha inson bilan birga yaxshi niyatda turmushga chiqqan bo'lsa, nimaga erkak kishi qo'l ko'taradi, nimaga yana ustiga xotin oladi, nimaga bolalarning oldida haqorat qiladi yoki nimaga pul ishlab topmaydi, nimaga mas'uliyatni olmaydi. Mana shunaqa narsalar bo'lmasa, bu nima uchun shu inson seni yoningda? Va sen o'zingga savol bergin, aslida nima uchun sizlar birgasiz? To'ppa-to'g'ri. Hamma chunki har xil, ayrim ayollar shunaqa kutuvlari borki, uni kutuvlari haqida erkakning xabari yo'q. U umuman tushunmaydi u inson, bu ayol nima xohlaydi mendan, nimani kutadi. Eng qiyin masala ayol o'zi bilmaydi nima xohlashini. Eng qizig'i shu. Ayolni o'zi bilmaydi. Nimadir xohlaydi-da, u turmush o'rtog'i o'zi tushunib olish kerak, o'zi bilib olish kerak, o'sha narsani o'zi bilib qanaqadir yetkazish kerak. Nimaga kerak senga shu erkak kishi yoningda? Aslida nima uchun sizlar birgasiz? Yoki sen shu odamga kerakmisan? Mana shu masalalar, mana shu savolni o'zingga ber degan ma'noda. Chunki xo'p, nimaga chidaysan unda? Nimaga azoblanasan? Nimaga noliysan? Sen shu inson bilan yonma-yonsan. Xo'p, yoqmas ekan, shunaqa qilar ekan, nimaga yonidasan? U nima uchun seni yoningda? Mana shunaqa savollarni beradigan vaqt keldi. Bo'lmasa, shuning uchun ham ajrimlar ko'p, shuning uchun ham ayol erkakni ushlaydigan mustahkam narsa yo'q. Agar u faqat ta'minotchi bo'lsa, u ta'minladimi bo'ldi, qizig'i yo'q, ushlaydigan narsa yo'q. Agar sen uchun erkak kishi faqat ta'minotchi bo'lsa, u ta'minladimi bo'ldi, boshqa narsa ushlamaydi. Yoki erkak kishi sen uchun faqat bolalarimning otasi bo'lsa, u aytadi, "Men bolalaringning otasiman, bo'ldi" deydi. Mendan boshqa narsa kutma. Bola tug'dirdim yoki mana turibman. Otasi bormi? Bor. Yoki odamlarning orasida eri bor ayol degan obro', nom kerak bo'lsa, mana ering bormi? Bor. Men qolganini xohlaganimni qilveraman. Mendan boshqa narsa kutma. To есть haqiqatan ayol kishi nimani xohlaysan sen? Nimani xohlagan eding? Hamma har xil. Ayol kishi shu savolni o'ziga berish kerak. Meni yonimda mana shu inson nima uchun kerak? To'ppa-to'g'ri. Jinsiy aloqa bo'lsa, bu boshqa masala. Men faqat yotib turdi, bir xil ayollarning shunaqa tushunchasi bor. Sog'lig'i uchun go'yoki yotib turdi bo'lish kerak. Xo'p, mayli, yotib turdi. Unda sen 2-chi, 3-chi, 4-chi xotin bo'lishing mumkin. Senga faqat yotib turdi uchun bo'lsa. Yoki men o'zim yasholmayman, men o'zimga ishona olmayman, men qo'rqaman, menga o'sha ta'minotchi kerak, himoyachi kerak, kimdir kerak. Xo'p, хорошо, bu uchun uyda o'tirasan, o'shaning uchun keyin erkak kishi ishlagani qo'ymaydi. Senga nima kerak edi? Sen o'zingga ishonmaysan, seni yoningda bitta ota kerak edi, misol uchun. Mana men senga otalik qilyapman, 3 ta bolani yoniga 4-bola qilib seni qo'shib olganman, jimgina endi uyda o'tir. Keyin to'polon qilma. Yoki erkak kishi umumiy qanaqadir maqsadlarga erishish uchun, bir oilani chiroyli farzandlarga chiroyli tarbiya berish uchun, birgalikda harakatlanish uchun, oila deb nomlangan bir loyihani yuksak darajaga olib chiqish uchun kerakmi? Demak, uning uchun men ham birga rivojlanishim kerak, men ham oliy ilm darajamni oshirishim kerak, men u odam bilan qadriyatlarim, maqsadlarim to'g'ri kelish kerak. Значит, sen farzandlaringga o'rnak bo'lishing kerak. Bu ayoldan boshqa narsalarni talab qiladi o'sha. Agar birga o'smoqchi bo'lsang, yoki senga qalb insoni kerakmi? Nima kerak senga? Aslida bu savolni ayol o'ziga berish kerak. Senga nima kerak? Chunki o'shanga qarab yoningdagi erkak moslashadi. O'shani beradi senga. U o'zing misol uchun nima xohlashingni bilmasang, bu odam bilan nima uchun, nima maqsadda oila qurganingni o'ylab yetmasang, bu savolni bermaydi ayol kishi. Nima maqsadda oila quryapsan? Bu o'yinchoq emas. Endi oilada faqat sen emas, biz, ya'ni uni ahamiyatga olish kerak bo'ladi, u bilan hisoblashish kerak bo'ladi. Nima kutyapti? Nima uchun birlashdinglar? To'g'ri. Nima uchun birlashdinglar? Nima niyat bilan kirgan bo'lsang, o'shani olasan. Niyat kam. Unga yarasha harakat qilinadi. Bu harakatni talab qiladi. Misol uchun sen yoningda muvaffaqiyatli, boy, uspeshniy qanaqadir erkakni xohlasang, kechirasan, bu sendan ham nimandir talab qiladi. To'ppa-to'g'ri. Bu sen 4 ta bola tug'ib berdim deganing bilan hech narsa ish bitmaydi. O'sha erkakka mos bo'lish kerak.
va sevgi, oila yoki sen orzu qilayotgan chiroyli hayot sandan nimanidir talab qiladi. Har kunlik harakatni, bilim olishi, o'z ustingda ishlashi, mas'uliyatli bo'lishni, dunyo qarashingni kengaytirishni, nima такой osmondan tushdi, taptib, misol uchun bir xil ayollar orzu qiladi tam shahzoda bir narsalarni. Hop, kutadi, bir umr kutadi. Bizning ichimizda bolalikdan singan ertaklar qolib ketganda, как будто bir kun keladi-yu, birdaniga nimadir zo'r bo'lib ketadi. Hammasi zo'r bo'lib ketadi. Bu ertak. Bu hayot. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun bu aslida savol juda ham chuqur, lekin bu savoldan erkaklar qo'rqib ketdi. Rosa. Bu savol ayollarga ma'qul keldi bu video. Ayollarning ichidagi gapi bo'ldi. Bo'ldi ayollar, erkaklar qo'rqib ketdi. To'ppa-to'g'ri. Xuddiki nima keraging bor deb tushundi erkaklar buni. Aslida buni tagida boshqa narsa bor edi. Endi bu yoqda qo'rqishiga ham sabab bor-da ularni. Ko'pchilik erkaklar prosta erkakligi uchun ayollar chidab yashayotgan joyi ham bor-da. Shunaqa mentalitet uchun, shunaqa bo'lib qolgan. Hozir narsiss erkaklarni davri. Ya'ni erkaklar qosh teryapti, erkaklar tashqi ko'rinishiga e'tibor beradi, erkaklar xuddiki bir shunaqa bir noyob, bir kam uchraydigan bir narsaki, qizil kitobga kirgan. Bu ham xohlasang shu, xohlamasang ana. Mani nechta talabgorlarim bor, xuddi shunaqa narsa. Yo'q, agar qosh tersa o'ziga qarasa, это еще plus. Lekin tepa-kal, qora mamcha osilgan. Shundagida bir so'm yo'q ham shunaqa hozir. Hech narsaga erishmaganda, xuddiki erkak jinsi unga qanaqadir ustunlik va imtiyoz beradi. Xuddi shunaqa. Sig'inish kerak. Qanaqadir ayollarning qaramligini sezadi-da. Agar ayolning ko'zida qaramlik bo'lsa, yo moliyaviy qaramlik, yo odamlarni gapsizdan qo'rqaman, yoki qanaqadir o'zini kamsitadi. Agar bu erkak bo'lmasa, men boshqa topolmayman hech qachon, ochdan o'lib ketaman, yolg'iz, mayli harna yo'qdan ko'ra. Bu ayollarning o'ziga bo'lgan munosabati. Mana shunga rozi bo'lish. Mana o'zini yaxshi narsaga loyiq bilmasdan-da, mana shu narsani ko'zida erkak kishi ko'rsa, bo'ldi. Siz uni qarmog'idasiz. U xohlaganicha o'ynatadi. Biladi, chidashga majbursan. Kerak bo'lsa chidaysan, kerak bo'lsa jim o'tirasan. Mana shunaqa. Bunga o'ziga yarasha qanaqadir sabablar bor, hech narsa shunchaki bo'lmaydi. Hozir mana shu ko'p tushunchalarni qayta ko'rib chiqadigan vaqt. Ana shu joyda bitta savol sizga. Hamma ayollarni qiynaydigan savol. Meni qayta bezovta qilishadi shu savol bilan. Nimaga faqat ayollar rivojlanishi kerak? Nimaga faqat ayollar biz o'zimizni mamnaqa har tomonlama qilishimiz kerak? Sizga savol, auditoriyaning savol, bu meniki emas. Nimaga faqat ayol rivojlanishi kerak? 100% shu narsani tarafdoriman. Chunki ayol erkak yaratilibdiki, ularning o'zini vazifasi bor. Misol uchun, bejizga tanamiz ikki xil emas, bejizga psixikamiz boshqacha emas. Demak, ikki xil narsa bo'lishi kerak-da, bir-birini to'ldirish uchun. Buni o'zini vazifasi bor bu dunyoda, buni o'zini vazifasi. Misol uchun, erkak kishiga Xudoyim jismoniy kuch bergan, u himoya qilish kerak, u asrash kerak. Misol uchun, aytaylik, erkak tashqi dunyoga javob beradi, moddiy dunyoga javob beradi. U jang qilish kerak, raqobat qilish kerak, u nimanidir tortib yulib oilasiga olib kelish kerak. Ayol ichki dunyoga javob beradi, ma'naviy dunyoga javob beradi. Erkak bu aql, ayol bu qalb. Ayolga Xudoyim ozod qilgan moddiy dunyoda jang qilib narsa topib yulib olib kelishdan ozod qilgan. Shuni aytgan, so'ra beraman. Sen so'ra. Ya'ni men bilan bo'l, mendan so'ra, senga yurishib jang qilib nimalardir olib kelish shart emas. Sen ichki dunyoga javob berasan, ma'naviy, ruhiy dunyoga javob berasan. Nimaga? Chunki men senga eng oliy vazifani yukladim. Shuning uchun men seni moddiy dunyo tashvishlardan ozod qilaman. Eng oliy narsani yukladim, ya'ni sen inson yaraladi sen orqali. To'ppa-to'g'ri. Sen tarbiyaga javob berasan, sen sevgiga javob berasan, sen iymonga, xotirjamlikka, huzur halovatga javob berasan. Ya'ni bu ichkariga javob berasan. Erkak kishi ko'chani odami, u tashqari dunyoga javob beradi. Sen ichki dunyoga javob berasan. Misol uchun, u o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotganida sen shu ishonchni berasan. U o'zida kasal bo'lganida sen unga shifo baxsh berasan. Shifo baxsh
nimadir qilasan, tuzatasan, davolaysan, mehr berasan, sevgi berasan, xotirjamlik berasan. Ya'ni sen Alloh bilan bog'langansan, u orqali turmush o'rtog'ingga so'rab berasan. Uni vaqti yo'q paka hozircha. Erkaklar tashqi dunyosini joy-joyiga qo'ygandan keyin diqqatini ichki dunyoga qaratadi. Bu degani erkak ilmsiz yoki tupoy bo'lish kerak degani emas. U keyin qiladi buni. Bu yoqdan ko'ngli xotirjam bo'lgandan keyin birinchi ehtiyojlarni yopib. Albatta, chunki uni zimmasida nafaqat o'zi uchun mas'uliyat. Oilasi, bola chaqasi, jamiyat, millat, katta narsalar mas'uliyati bor erkakda. Buni joyiga qo'ygandan keyingina diqqatini ichkariga qaratishi mumkin. Keyin u qidiradi, Allohni qidiradi, ma'no qidiradi, dinga qiziqadi. Ayol kishi birinchi ichkarini to'ldirish kerak. Keyin tashqarida. Agar ayolni ichki dunyosi to'lsa, ichki boyligi bo'lsa, ma'naviy boy bo'lsa, atrof u joy-joyida bo'ladi. O'z-o'zidan. O'z-o'zidan bo'ladi. Men aytaman, ayol ayolligiga qaytsa, moddiy dunyo bo'ysunadi deyman. Xuddi shunaqa. Moddiy dunyo xizmatida bo'ladi. Ya'ni ayol so'rasa, shuni o'zi kifoya qiladi. Вот, поэтому ayol kishi uyda antenna. Ayoldan nima taralsa, o'sha narsa bo'lib ketaveradi. Butun oila bo'ladi. Qo'rquv, alam, nafrat taralsa, atrofdagilar shundan qiynaladi. Xo'p, sizning oldingizga masalan keldi bir odam aytsa-da, mana bizda moliyaviy qiyinchilik bor. Men qiynalyapman. Birinchi bergan maslahatingiz nima bo'ladi? Yagona, eng главный. Bu kim kelishiga bog'liq, kim kelgan, qanaqa odam bu? Har xil insonga har xil gap gapiraman. Misol uchun bu endi kun kechirishdan sal rohatlanishga chiqyaptimi? Yo kun kechiradigan odammi? Qaysi urovenda turibdi deng. Albatta, yoki u hamma moddiy ehtiyojlarini yopgan, kattaroq doxod xohlaydimi? Kim? Ayolmi bu, erkakmi bu, talabami? U ayol uyda o'tiradimi yoki hozir ajrashib, misol uchun oilasi turmushi bo'lmay, ham erkak ham ayolning mas'uliyatini olganmi? Kim bu? То есть o'shanga qarab. Da, individual. Da. Xo'p, masalan, men atrofimda juda ham ko'p qurbon roliga o'tirib olgan ayollarni ko'raman. Iloji bo'lsa komandamga shunaqa odamlarni olmayman hamda. Chunki ularni o'zgartirishga ketgan vaqtimga va energiyamga achinaman. Ba'zida ular o'zgarmaydi. Ba'zida ko'pincha holatlarda. Siz nima deb o'ylaysiz mana shunaqa ayollarga? Fikringiz qanaqa masalan? Жертва. Xo'p, ko'p qismi ayollarimizni hamma kimdandir nimadir doim kutishadi. Ularning hayotidagi nimagadir har doim kimdir aybdor. Da. Ming afsus. Lekin nima uchundir? Endi unga o'zgarishi sabablar bor. Nima uchundir? Mana shu qurbonlik bizning mentalitetimizga mos. Shunaqa bo'lsangiz yoqasiz. Ko'p narsa qilinadi bu bilan. Manfaati katta buni. Nima uchundir? O'zini kamsitish, o'ziga azob berish, qiynalish. Nima uchundir bizning madaniyat, bizning mentalitetga mos. Balki yillar davomida qulchilikda bo'lganligimiz uchun. Misol uchun bizning davlatimiz yillar davomida qul bo'lgan. To sovet tizimiga, to unga, to bunga bizani ishlatishgan, bizdan foydalanishgan, urushni kechirgan, ocharchilikni kechirgan, yo'qchilikni kechirgan. Mana shu narsa qanaqadir normaga aylangan. To'g'ri. Bizani qon-qonimizga singib ketgan bu narsa. Hozir mana psixologlar, ekspertlarni, motivatorlarni ko'payayotgani qisman bo'lsa ham bo'ldi. Yetar. Sal nimadir ichimizda o'zgartiraylik. Bizdan keyingi avlod bunchalar azoblanmasin degan ma'noda hozir bu narsa ko'paygan. Lekin bu mana shu azoblanish. Biram azobdan kayf qiladi bizning ayollarchi. Mazza qiladi ezilib, kasal bo'lib, yotib olib, e'tibor olib. Men даже mana o'qish kurslarimda ustida ishlab, ko'p narsani tushunib hal qilgan ayollarni keyingi muammo qiynaydi. Cho'ta hammasi yaxshimi? Shunaqa. Nimadir tinchmi? Hayot zerikarli deydi. Xavotirga tushadi hamma narsa yaxshi bo'lganidan. Ya'ni biz azoblanmaslikni xohlaymiz, lekin azobsiz yashash nimaligi umuman hali yo'q. Tushuncha yo'q. Shuning uchun qaytib qovuraman. Shunaqa bo'lgan. Qaytib qovuraman. Masalan, keldim,
ko'p muammoni hal qildim. Er yaxshi, pul beryapti. Что-то не то. Urush yo'q, bola chaqa joyda, hech kim kasal emas, nimadir olaman deb ola olasiz, men kelyapman. Qizlar, men o'lgim kelyapti. Qarang. Nima muammo? Da. Eng qizig'i muammo yo'q. Men realni o'sha holatda yashab o'tgan, men aytaman. Sizlar yaxshi hayotni ko'tara olmaysizlar. Chunki biz unga tayyor emasmiz. Biz shunchalik kortizolga o'tirib olganmizki, narkotik bo'lib olgan. Shu men aytaman, zalga boraman, trenerga aytaman, trener, bizani ko'proq qiynang. Kortizolni qatsa shetdan olib ketaylik deyman. Menga aytadi, narsa bitta urishing, bitta urishing, bitta teping. Men aytaman, qachongacha tepsa, ursa, urishsa, o'shanda menda nimadir paydo bo'ladi. Biz faqatgina o'sha azoblanib nimadir olishga o'rganganmiz. Hamma ayollar, men hayron qolaman, qarayman, o'zim ham shunaqa bo'lganman. Men o'zimga ozor berib, endi настолько masalan yoshligimizda mana shu narsani tushunib yetganman. Urilganmiz. Nimadir ish qilinmasak majburlab qilinganmiz. Nimadir qiynalib qilganimizda maqtalganmiz va o'sha narsani hamma narsani og'riq orqali olishga o'rganganmiz. Men nimagadir erishaman, masalan hozir dohodimni ko'paytirmoqchi bo'lsam, bitta qiyinchilik shunchaki chiqolmayman. Hech bo'lmaganda erim bir asabimga tegib qo'ygan bo'lish kerak. Ko'rsatib qo'yaman senga hozir deb turib, shundoq kuch paydo bo'ladi. Qilishim kerak-da. Men aytaman, shuni chiroyli olsa bo'lmaydimi shu narsani? Bunaqa stereotip yo'q, bunaqa variant yo'q miyada. Miyada qanday keladi? Qayerdan keladi? Umid unaqasi. O'zi bo'ladimi? Yana boyagi maqollarimizchi, nima bir narsadan kechmasang bir narsa bo'lmaydi. Qiynalmasang qadri bo'lmaydi. Qiynalib erishsang yaxshi bo'ladi. Oson erishgan, oson yo'qotasan. Shunchalik chuqur programmalanganki, meni juda ham qiyin bo'lgan shu narsaga chiqishim. Juda ham qiyin bo'lgan. Men 1 yil o'zim ustimda ishlaganman, og'riqlarsiz nimagadir erishish uchun. Har safar nimagadir erishaman desam, katta janjal bo'lish kerak edi. Shunaqa. O'zimga o'zim o'sha narsani yaratganman. Shtobi og'riq bo'lmasa qanaqa qilaman men? Benzinim meni og'riq bo'lganda. Albatta. Ko'pchilik mana shunday yoqilg'ida harakatlanadi. Shuning uchun ayollar mana hozir endi vроде бы hamma narsa bor. Biz ota-onamiz orzu qilgan hayotda yashayapmiz hozir. Lekin mana bitta kredit olaman yoki bir qanaqadir kerak emas narsaga vложение qilaman, majburiyat yuk olaman yoki bir antiqa kasallik topib olaman yoki bolam bir antiqa noyob kasallik bilan xastalansa, ana shu kurash bilan, shu azob bilan yuzaga chiqaman-da xuddiki. Mana men oxirgi paytlarda juda ham e'tibor beryapman kelin qaynona munosabatlariga. Bu yerda faqat shu mavzu ekan, shior ekanda. Qaynona kelin yashayapti, o'g'il yaxshi pul topyapti, lekin qaynona aytayaptiki, nimaga bu hozir yaxshi yashayapti? Bekor. Men shu yoshimda qiynalgan edim, qiynalsin bu ham. Ya'ni bizdan oldingi avlod yoki hozir o'zimizni holatimiz, masalan, men ham agar o'zimni anglamaganimda xuddi shunaqa odam bo'lardim. Bolalarimga sen qiynalishing kerak. Ayam aytadi, sen ko'p pul beryapsan, bolalaringni erkalatyapsan. Xo'p, aya imkoniyat bor, yashasin mazza qilib. Qiynalish kerak. Qiynalmasa qadrlamaydi. Balki kecha shu temani er bilan gaplashyapmiz, aytayapti-da, sen nima deb o'ylaysan? Yo'qchilikda katta bo'lgan odam yaxshiroq bo'ladimi, to'qchilikdami? Yo'qchilikda katta bo'lgan odam dangasa bo'ladi, hech qachon harakat qilmaydi. To'qchilikda katta bo'lgan odam mana reptiliy mozgni birinchi neophozimalari yopilgan, ular keyin nimadir o'ylay oladi desam, to'g'ri aytasan, shunga qarab seni anoningni bilmoqchi edim. Dunyo qarashingni bilmoqchi edim deyapti-da menga. Ular ham shunaqa deyapti. Men shu fikrdaman, onamga deb, ona, indamay yashasin deyman. Yo'q, qiynalish kerak. Xo'p, biz qiynalganmiz, chunki resurs bo'lmagan. Xo'p, resurs bor paytda nimaga qiynalish kerak? O'tman juda ham ko'p qaynonalarga e'tibor berdim. Bizda asosiy qaynona kelin muammosi shu qaynona qiynalgan, kelin qiynalmayapti, shundan chiqayotgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Balki har xil ko'plab omillar bor, har xil sabablar bor. U sabablardan biri mana shuda. Men azoblanganman, nima bu tayyoriga kelib maza qilib yashaydi. Da shunaqa. No, aynan shunday qaynonaga uchrash kelinga bog'liq. Misol uchun millionta qaynonani varianti bor edi, lekin nima uchun aynan menga shunaqa qaynona tushdi? Chunki men o'zimni aybdor his qilaman. Tayyoriga yashayotganim yoki shunchaki ololmayman, shunchaki qabul qila olmayman. Men o'zimga buni ravo ko'rmayman. Men azoblanishim kerak. Qaynona keling, meni azoblang, meni qiynang.
yana o'sha gapga borib taqaladi. Shunchaki baxtli bo'lish mumkin emas. Shunchaki so'rash mumkin emas. Qozonish kerak. Sevgini qozonish kerak. Erishish zaslujivать qilish kerak. Da. Shuning uchun men prosta maza qilib yashashni bilmaganligim uchun bu menga to'g'ri kelmaydi. Men o'zimga bitta xachab, azoblaydigan xachab qaynana bo'lish kerak-da endi. Kortizol berib tursin. Nimadandir qiynalishim kerak-ku. Ato вообще o'zimdan ketib qolaman. Shunaqa tushuncha bor, men o'zimdan ketib qolaman. Ha. Da, ato hammasi yaxshi bo'lsa, menda shunaqa bo'lgan. Masalan, uy joyim, mashinam, hamma narsam bo'lsa, mendan kelsa bo'laman, bo'ldi. Da, o'zimdan ketib qolaman. Men buzilib ketaman deydi ayollar. Shunaqa bo'ldi. Endi buzilib ketaman bo'lmagan, mendan kelsa bo'lib qolaman, chunki men har doim ishlashim kerak. Men a'lochi bo'lishim kerak. Hamma narsani idealniy qilishim kerak. Agar hamma narsam bo'lsa, men nima qilaman? Da. Xuddiki harakatlanishga keyin yoqilg'i yo'q. Stimul yo'q. Xuddi o'sha narsa masalan menda kechgan. Men juda ko'p o'zim analiz qilganman, o'sha narsani tushunganman. Hozir men e'tibor beryapman, bizda asosiy muammo qaynona kelin muammosi-da. Boyagi savolimiz ochiq qolib ketdi. Xo'p, men shu qurbon ayollar bilan nima qilishim kerak dedingiz. Mana keladi ishga, nima qilaman, nima qo'yaman, da. Biz gaplashdik, nima sababdan shunday bo'lishini, ya'ni o'rganib qolganmiz va bunda juda ham katta manfaat bor qurbon bo'lishimizda. Lekin bu bilan nima qilish kerak? Men oldimda ham ayollar shu nima qilamiz? Uni bir chetlata olmaysiz, unga sen kressanga, sen odam bo'lmaysan deb itarib bora olmaysiz. Siz berasiz imkoniyat. Mana dasturxonga yozasiz. Olsang ol, olmasang o'zing bilasan. Men seni tortmayman, men seni qutqarmayman, men seni o'rningga hech narsa qilmayman, men senga ona emasman, da, men imkoniyat beraman. Olsang olding, olmasang xayrlashasiz. Shunaqa. Lekin iloji yo'q, hammamizda bor qurbonlik. Hammamiz shundan o'tganmiz. Hozir juda zo'r qiziq savol tug'ildi. Men o'sha kun kitob o'qiganimda bu savol tug'ilgan. Endi shu savolni sizga beraman deb qo'ygandim kecha. Aytayapti, arxetiplar haqida kitob o'qiyapman. O'sha yerda aytayapti, har bitta ayolda 7 ta arxetip yashaydi. Endi ona, qiz, любовница, ведьма. То есть endi bizning tilda aytadigan bo'lsak, sehrgar yoki jodugar. Yaxshi ma'noda. Yaxshi ma'noda, to'ppa-to'g'ri. U masalan bu boshqa ma'noda. Bolani ko'z qarashidan uni ichidagini his qila oladi. Turishidan uni ichida nima kasali bor, nima og'riq bor his qila oladi. Tabiatni his qiladi. Shunda qarab turib xavf kelayotgan, endi o'sha paytda mana o'rmonda yashayapti-ku hamma qabila. Haqiqatan kino ham ko'rganman. Ayol shunda o'rnidan turadi-da, sezadi. Xavf deydi. Hali hech narsadan darak yo'q. Xavf yo'qda, 3 kunlik yo'lda. Lekin ayol sezadi, ular tayyorgarlik ko'rishni boshlaydi shu narsaga. O'sha ayolga ishonishadi. Endi o'sha narsa har birimizning ichimizda bor. Keyin aytayapti. No deyapti, million yillar davomida bu vedmadan qo'rqishgan, chunki u qo'rquvi yo'q, uni bo'ysundirish qiyin. Uni yopib kelishgan, yoqishgan, inkvizitsiya qilishgan, nimalar qilishgan. Hozirgi kunda eng zo'r uni topgan joyi kabinet psixologa deyapti-da. Возможно, bo'lishi mumkin. Siz bunga qanaqa qaraysiz? To'g'ri qarayman, boricha qarayman. Biz o'sha kuchni qaytarib olishimiz kerak. Biz o'sha qobiliyatni uyg'otishimiz kerak. Bu qobiliyat bor. O'zbek ayollarda nima uchundir? Sharq ayollarda juda kuchli. Juda ham kuchli. O'shaning uchun ko'yni ortmagin deydi-ku. Ayol agar sen meni ko'yimni ortding deb shunday xayolidan o'tkazadi, o'sha odam bilan nimadir bo'ladi. Da bizda bu juda ham kuchli. Bizda ajdodlar kuchli bo'lgan. Bu qondan qonga o'tib kelayotgan narsa bor. Yo'qdan bor qilish, ya'ni niyat kuchi ayollarda juda ham katta. Lekin bu bilan mana tasavvur qiling, bu quvvat, bu katta kuch. Kuchni o'zi hech narsa bo'la olmaydi. Unga informatsiya tashlanadi. Ya'ni fikr tashlanadi, bu kuch amalga oshiradi. Bu kuch yo'qdan bor qilish kuchi. Endi qarang, quvvat bor, xayolingizdan sizni ongingiz, sizni aqlingiz qanday fikrlar bilan band? Faqat minusga ishlaydi. Minusni shuni tashlaysiz, minus amalga oshaveradi. Ya'ni buni nazorat qilish yoki salbiy fikrlardan xalos bo'lish, ijobiy, ya'ni yaxshi gumonda bo'lish. Mana buni agar inson ayol aqlini tartibga keltirmasa, aqlini boshqarishni o'rganmasa, ya'ni gumoningdaman. Bu kuch juda ham katta. Nimani tashlasang o'sha bo'ladi. Tashash, informatsiya tashash bu seni qo'lingda. Xudoyim aytadi, men qobiliyatni berdim. Men juda katta kuch berganman. Misol uchun, bola uchun xavotir. Bolam kasal bo'lmasin, kasal. Tashadingmi shuni? Kasal qilasan. Yoki erim yuribdi, erim bir narsa. Xavotir tashadingmi? Eringni mana shu holatda olasan. Undan ko'ra pul topdi, buzilib ketdi. Undan ko'ra pulsiz o'tirganimiz yaxshi ekan, dedingmi?
ishlab ketdi. To'ppa-to'g'ri. Ayniqsa ko'p ayollarga shu pul bilan ishlaganingizda faqat qo'rquv nima bo'ladi? Erim ko'p pul topib ketsa, yurib ketadi degan narsa bo'ladi. Hammasini qo'rquvi shu. Xo'p, Xuddiki uni boshqarib bo'lmaydi-da keyin. ha. U chiqib ketadi jilodan. Bu narsa ham qiziq. Yana bizda kamiga rozi bo'l. Puli bormi? Boshqa hamma narsasiga chida. Yoki mana tinchsan-ku, mayli uying yo'q bo'lsa ham tinch yashayapsan, masalan, xotini yo'q. Chida endi bu yog'iga. Kamiga biz rozi bo'lishga moslashtirilganmiz. Men masalan o'zim ham shu narsaga hayron qolganman. Nimaga faqat hech bo'lmasa deb gapiramiz? O'shani, idealni so'rasang bo'lmaydimi? Degan narsa xuddi idealni so'rasa odam o'zini aybdor his qilib qoladi. Noshukurmisa? Boriga shukur-ku, yashab turibsan, zato uyi bor. Bir xilida shu ham yo'q. Mana men chidadim-ku. Hamma erkak xiyonat qiladi. Programmalarimiz shunaqa. Xo'p, ayol o'zini ichida to'la bo'lishi uchun, o'zini sevgiga to'la his qilishi uchun ota-onaning roli qanaqa? Beqiyos. Shu gap 100%. Butun dunyo ota-onadan iborat. Man ota-onamdan iboratman. Man shaxs sifatida. Misol uchun, man onamni qorniga joylashdan oldin ruh, qalb bo'lgan. Ya'ni meni yaralishimdan oldin nima men bo'lganman. To'g'ri. Men bo'lganman yaralishimdan oldin. Xo'p, ikkita biomaterial birlashdi, sekin meni tanam shakllandi. Mana birinchi men xuddiki ruh, qalb sifatida bir axborot sifatida bor edim. Xuddiki Alloh o'zidan pufladi. Keyin men bu yoqda tanam yaraldi. Tanam yaralgandan keyin meni aqlim yaraldi. Chunki aqlim yo'q edi. Bu aqlga mana xuddi stakanga suv solganda bu bo'sh edi. U nima bilandir to'ldirildi. Buni asosiy to'ldiruvchilari kim? Ota-ona. Ota-ona. 50% ona, 50% ota nimadandir olganman. Yana qo'shimcha ba'zi bir ota-ona, lekin uni tepasiga ustoz, qo'shni, tog'am, ammam, xolam, amakim, meni atrofimda men uchun ahamiyatli bo'lgan kattalar meni ichimga nimadir quyishdi. Mana bu meni aqlim. Qalb bor, ruh bor, tana bor, aql bor. Lekin inson man shaxs mana o'ziga ta'rif berganda, men bunaqa odamman, meni xarakterim bunaqa, man deganda u mana meni nazarga soladi. Men o'zimga ta'rif berganimda mana buning etaman. Mana ota-onam jamiyat menga bergan bahoni aytaman. Ana shundan men o'zimni yasab olganman. Men plastilindan o'zimni qanaqadir obraz yasab oldim. Men qurbon rolini o'ynaymanmi? Men dastigator, ya'ni hamma narsaga erishadigan rolini o'ynaymanmi? Men jangchimanmi, kurashchimanmi, kasalmandmanmi? Men buni yaratdim. O'zim haqimda nimadir o'ylab oldim. Shuning uchun Rumiy hazratlari aytganki, kimligingni anglashing uchun kim emasligingni angla. Ya'ni siz o'zingiz haqingizda o'ylayotganlar siz emas. To'g'ri. Bu yerda hamma narsa bor sizdan boshqa. Kallada sizdan boshqa hamma narsa bor. U atrofdagilarni sizga bergan baholari, hammasi, quygan narsasi. Hammasi, hamma ko'rganim, eshitganim, olganim, o'sha 5 ta sezgi organim bilan axborot yig'ganim, dunyo haqida axborot yig'ganim menimni shakllantirgan. Ya'ni shaxs, личность, вот она личность. Menim. Xo'p, buning ichida, конечно, ba'zi ikkita eng asosiy to'ldirgan odam bu ota-onam. Shuning uchun aytiladi, ota-onangni qabul qil, ota-onangni qabul qil, toki ota-onani qabul qilmaguncha odam o'zini qabul qila olmaydi. Buni iloji yo'q, chunki ular men. To'g'ri. Men o'zim haqimda ulardan kelib chiqib o'ylab olganman. Mana shu ramkadan chiqib keta olmayman. Qachon chiqish mumkin o'sha ramkadan? Ota-onaga, o'tmishga, aqlimga munosabatni o'zgartirib. Mana o'tmish xotirani o'zgartirib bo'lmaydi. U bor. Ota-onani o'zgartirib bo'lmaydi. U bor. Meni ichimda ular haqida munosabat bor. To'g'ri. O'ylab olganim bor. Misol uchun aytaylik, ona bola kichkinaligida больницаga yotqizdi, bola больницада qolib ketdi. Onani qanaqa sharoit, qanaqa qiynalib o'sha bolasini больницаga yotqizdi deylik. Bola nima deb o'ylaydi?
Onam tashlab ketdi. Onam tashlab ketdi deydi. Men kerak emasman. Men shunchalar yomon ekanman-da. Men onamga kerak emasman. Bolani aqli yetmaydiki, onani holati qanday, otani holati qanday, zamon qanday, sharoit qanday. Bu doktorlarga sani onang qiyinchilik bilan keldi o'sha joygacha. Va sani hozir doktorga qo'ymaganda o'lib qolarding yoki reanimatsiyaga o'sha infeksionniga onani kiritmaydi. Bola qayerdan bilsin buni? Bolaga farqi yo'q. Bola onasi haqida, men kerak emasman deb o'ylaydi. To'ppa-to'g'ri. Mana buni ichiga solgan. Bir umr men kerak emasman deb yashaydi. Keraksizman deb yashaydi. Adasimasga kerakmanmi? Meni yaxshi ko'rasizmi? Men tashlab ketmaysizmi? Yo, men tashlab ketmay, men nima tez qilaman? Men tashlab ketmay. To'ppa-to'g'ri. U xuddi bolnitsada onasi tashlab ketganda yoki otasi tashlab ketganda, xuddi shunday endi eri bilan qo'rqib yashaydi bir umr. Shuning uchun har bitta psixoterapiya amaliyotlarida o'tmishga qaytiladi, mundoq bir qaraladi. Meni kallamda nimalar bor? Mundoq qarash kerak. Men bunaqamidi? Onam bechora o'zi shunaqamidi? Men o'ylab olganmidim. Mana shunaqa anglashlar munosabatni o'zgartiradi. To'ppa-to'g'ri. Onam majbur bo'lganmidi? O'sha payti bu narsa aqlim juda kichkina bo'lgan, men bunaqa axborotni qabul qila olmaganman. Endi meni aqlim katta, men hayotiy tajribaga egaman. O'zim ham onaman. Endi men to'liqroq ko'ra olaman. Mana shu kallam bilan o'tmishga borsam, men bolani ham tushunaman, otani ham tushunaman, onani ham tushunaman. Bunaqamidi? Men ichimda nimadir qo'yib yuboradi. To'ppa-to'g'ri. Terapiya shu. Ya'ni munosabatni o'zgartiramiz o'tmishga. Odamlarni o'zgartirmaymiz. Voqealarni ham o'zgartirib bo'lmaydi. Yo'q. Men munosabatni o'zgartiraman. Men toki qachonki inson bosib o'tgan yo'lidan faxrlansa, men faxrlanaman o'tmishimdan. Bo'lsa, ana o'shanda kelajagi volshebstvoga aylanadi. To'ppa-to'g'ri. Toki o'tmishni qabul qilmaguncha, toki mana bir xil keladi. Eslamay shuni, menga shunaqa qilib bering, eslamay shuni. Bu bilasanmi bu qanaqa niyat? Xotiramni o'chiring, Xudoga aytadi. Men xotiram yo'qotish qolayman. Amneziya, demensiya, skleroz, miya kasalliklari, ruhiy kasallik. Mana ruhiy kasal eslamaydi o'tmishni. To'ppa-to'g'ri. Sen shu narsani hozir so'rayapsan. Ko'rgani ko'zim yo'q. Ko'zda muammo. Допустим, da. Bu mana xotirani o'tmishni eslash xohlamayman. Ya'ni men o'tmishga qarash xohlamayman. Bosib o'tgan yo'limdan noroziman degani. Ya'ni taqdirimdan noroziman. To'g'ridan to'g'ri insonga emas, Allohga norozichilik qilayotgan bo'ladi. Juda ham kuchli tushuntirdingiz. Xo'p, hozirgi yangi avlodga fikringiz qanaqa? Meni hozir masalan endi men bilmadim, o'zimni jamiyatdan tashqarida his qilaman. Xuddi hamma qora qarg'a o'zim oq qarg'adek, chunki hamma o'ylaydiki, "Voy, bola taltayib ketdi, bola anaqa bo'lib ketdi. Biz qiyinchilik ko'rganidek, mana zo'r bo'ldik. Ana endi bola zo'r yashayapti, ular gadoy bo'ladi." Bolani erkalatman. Masalan, men bolalarimga erkinlik berganman. Men o'ylaymanki, ular menga omonat Allohdan. Ular baribir ko'rganini qiladi. Men yomon narsa ko'rsatmayapman. Ertaga balki ularning taqdiri allaqachon balki hal qilib bo'lingan. Men shunchaki o'rtada turgan bir posrednikman. Men ularni qissam ham, qiynasam ham o'sha narsa bo'ladi. Masalan, meni 5 yoshimda yopilgan narsalar, ruxsat berilmagan narsalar, masalan 10 yoshimda meni umuman faqat yopilishimga sababchi bo'lgan narsalar men baribir hozirgi kunga kelib men уже realizatsiya qilganman. Masalan, hozir aytadilar, men seni bekor urishganman. Men uyda umuman ish qilmas edim. Men haqiqatdan jamiyat tilida men dankasi bo'lganman. Shuni ustidan faqat meni urishardi-da. Hozir ham masalan mana oilam bor, 4 ta bolam bor, uyimda 2-3 ta ishchi bor. Men ish qilmayman, qila olmayman просто. Это не моё. Aytadilar, baribir aytganingni qilding, men seni urishmasam bo'lar ekan. Xo'p, ona, hozir men hozir bolam urishim kerak. Baribir menga o'xshab baribir aytganini qiladigan bo'lsa, u yomon narsa qilmayotgan bo'lsa, o'g'irlik qilmayapti masalan, yomon. Men yomon misol ko'rsatmayotgan bo'lsam, men nimaga yomonlik kutishim kerak? U hozir mana shu tarbiyada juda ham keyin o'ylab ham qolaman, balki onam to'g'ri aytayotgan. Chunki qayta aytishaversa siz ham ikkilanasiz-ku, jamiyat boshqa narsa deyapti, siz bitta o'zingiz chiqib boshqa narsa deyapsiz. To'liq erkinligi bor bolalarning.
Men faqat ular bilan kelishaman. Hech narsa taqiqlamayman. Toki o'zi o'sha narsani noto'g'riligini tushunib hal qilmagunicha. Albatta. Hozir adashsin, Albatta. meni yonimda Da. 50 ga kirganda adashadiganlar bor. Yoki bo'lmasa shunaqa odamlarni ko'rdim. 40 ga kirganda ham ota-onasidan so'rab nimadir ish qiladigan erkaklar bor. Ayollar nariroqqa tursin. Ayollar ko'pchilik shunaqa yashaydi. Xo'p. Sizni fikringiz qanaqa? Yosh avlodga qanaqa tarbiya berish kerak? Ularni o'zimizga o'xshab qiynab, tortib, resursni bermasdan, qiyinchilikda katta qilish kerakmi yoki boshqacha bir joyi bormi? Ayting. Bola tarbiyasi eng dolzarb mavzulardan biri, chunki har bir inson bolamga yaxshi bo'lsin, bolam baxtli bo'lsin, sog'lom bo'lsin deydi har bitta ota-ona. Ayniqsa bizada. Bizada ota-ona o'zidan voz kechadiki, mayli men ko'rmadim, men yemadim, men ichmadim, bolam. Bola juda ko'pchilik uchun hayot mazmuni. Global prioritet. Bolam uchun yashayman. Bolam uchunman endi borman. Bu qanaqadir norma. Hammamiz bolamiz uchun yashaymiz, u o'zini bolasi uchun yashaydi. Hech kim o'zi uchun yashamaydi. To'ppa-to'g'ri. Natijada hamma baxtsiz, hamma bir-biridan talab qiladi. To'ppa-to'g'ri. Yaxshi bo'lsin deb qilamiz, lekin hech kimga yaxshi emas bunaqa nimada. Вот. Ayniqsa hozir juda ham keskin jadal o'zgarishlar zamonida aniqlik yo'q, umuman yo'q. Bir kundan ne to что bir kun 5 soatdan keyin nima bo'lishi umuman noaniq. Oldin sovet tuzumida 70 yil aniq bilgan, yashalgan. Точно bilgan, что pionerskiy lager bor, точно bilingan, что pensiya bor, mana bor, aniq bo'lgan. Hozir umuman aniq emas. Hozir o'sha sun'iy intellekt ta'sirida dunyoda shunaqa global o'zgarishlar bo'ladiki, yaqin 2-3 yilda shunaqa katta o'zgarishlar bo'ladi. Tur bera oladi, bo'lmasa ko'pchilik ko'tara olmaydi buni. Xuddi pandemiyaday umuman kutilmagan narsalar bo'lib ketadi. Va bu o'zgarishlarni inkor eta olmaymiz. Yaqin 2-3 yilda nafaqat O'zbekistonni, butun dunyoni juda ham global keskin o'zgarishlar kutmoqda. Ya'ni hayot qanaqa o'zgarib ketadi va qay tarafga o'zgaradi, buni hech kim hozir prognoz qila olmaydi. Hatto sun'iy intellekt nazoratini insonlar hozir qo'ldan boy beryapti уже. Va shuning uchun ham xavotir oshgan sari, bosim, напряжение oshgan sari hamma tipirchilab qoladi. Ayniqsa ota-onalar o'ylashga majbur, ya'ni balki hali ko'p ota-onalar bu haqda o'ylamayotgandir ham. Misol uchun siz hozir bolamga to'g'ri tarbiya beryapman, to'g'ri o'qishga tiqdim, super kontraktga to'ladim deb shuncha harakat qilayotganingiz ertaga umuman ahamiyatsiz bo'lib qoladi. Bir tiyin bo'ladi. Hozir o'zida olimlar bir nechta sohalar o'lib ketishini, juda ham ko'p insonlar ishsiz qolib ketishini va o'zini yo'lini topa olmay qolishini ham prognoz qilishyapti. Shuning uchun qadrli ota-onalar imkon qadar bolalarga boshqacha ko'nikmalarni o'rgatishga harakat qilishimiz kerak. Живучий, nima deydi? Yashovchanlikda o'rgatishimiz kerak menimcha. Gibkis o'rgatishimiz kerak. Moslashuv, adaptatsiya, moslashuv, gibkost, ochiqlik, tez vaziyatga qarab o'zini yo'qotib qo'ymaslik, noaniqlikka tur bera olishlik, insoniylikni yo'qotmaslik. Chunki eng qadrli narsa inson bo'lib qoladi. Hozir ko'p narsalardan mahrum bo'lganimizdan keyin. Aytmoqchimanki, bolani taqdiri u sizni yaralishingizdan ham oldin aniq bo'lgan, yozib bo'lingan va hech qaysi ota-ona bola qanaqa topshiriq bilan kelganini hech qachon bila olmaydi. To'g'ri. Hech qachon. Xudoyim nimani buyurdi shu bandasiga? Bola sizga berilmadi, bola siz orqali keldi. To'g'ri. Va bu sizga uni qanaqadir haqorat qilishga, kamsitishga, jismoniy ta'zib o'tkazishga huquq bermaydi. Umuman haqqi yo'q ota-onani bolaga behurmat munosabatda bo'lishga. Bu sizniki emas. Bu shunchaki siz orqali keldi va bu shuni o'zi katta sharaf. Omonat. Shuni o'zi juda ham katta sharaf. Men orqali bu dunyoda bir inson yaratildi. Xudoyim meni tanladi shunda. Mana shuni o'zi juda ham katta mas'uliyat va sharaf. Bu shunchaki tug'dim, o'zidan o'zi katta bo'ldi dumalab degani emas-da bu. Yoki meni bolam, men xohlaganimni qilaman degani emas. Bu umuman dahshatli munosabat bolaga. Aytmoqchimanki, uni taqdiri oldindan yozilgan.
qanday xatolar qiladi, ajrashadimi, boshqa bo'ladimi, bankrot bo'ladimi, u baribir o'zini yo'lini bosib o'tadi. To'g'ri. Bola uchun tarbiya qayerda qoldi unda deyilsa, bola uchun tarbiya bu o'rnak. Ko'rsatib bering qanday yashash kerakligini. To'g'ri. Juda ham ko'p onalar bolalarni repetitorlarga tiqadi, qoriya qilaman deydi. Mayli, o'zingiz o'rgandingizmi biron nimani? O'zingiz kitob o'qiysizmi deyman. Nimaga sen kitob o'qimaysan? Seni diqqating, intizoming yetmaydi bunga. Irodang yetmaydi, sen unga bosim o'tkazishga faqat kuching yetadi. Ha, u sendan ojizda. U bechora hozir senga qaram, senga ovqatga muhtoj yoki boshpanaga muhtoj. Kuchsiz. Faqat kuchsiz. Shuning uchun o'smir yoshdagilar уже ko'tarmayapti. Hozir o'smirlar qo'rqmaydi. Chiqib ketaman ko'chaga deydi. Mana oldin biz uchun bu dahshat edi. Jimgina yig'lab, ko'milib, chidardik. Nima bo'lsa chidardik. Lekin hozirgi o'smirlar chidamaydi. Shuning uchun o'zaro hurmat, o'zaro daveriya, ya'ni bola har qanday paytda onaning oldiga kela olsin. Har qanday paytda bilsinki, что meni tushunadigan odam bor, men gapirsam meni ayblamasdan, qoralamasdan, sharmanda qilmasdan hammani oldida chiqib olib meni eshitadigan odam bor. Meni tushunadigan odam bor. Ota-ona shunaqa muhit yaratish kerak. Mana shu oilada, mana shu joyda, muhitda san hurmatdasan. San tan olingansan. San shaxs sifatida, inson sifatida g'amxo'rlikdasan. Bu yerda hamma seni yaxshi ko'radi. Bu yerda dushman yo'q. Lekin ko'p uyda bola xuddi dushman. Uydan qochadi. Ko'chada tinchroq, maktabda tinchroq deydi. Uyga kirgisi kelmaydi. O'zini uyi. Ya'ni ota-onaning vazifasi shunday muhit yaratiki, mana shu muhitda bola tinchlansin. Mazzat qilish kerak. Mana shu yerda o'zini sal tushunib olsin. Mana shu yerda himoyada his qilsin. Mana shu yerda kerakligini bilsin, yaxshiligini bilsin. Ya'ni bu naborot oziqlantiradigan, podpitka beradigan makon bo'lish kerak-da, uy. To'g'ri. Sevgi birinchi o'rinda bo'lish kerak. Da, men ko'chada nima bilan duch kelsam ham, men bilamanki, men uyga borsam, men uyda meni yaxshi ko'radigan odam bor, meni tushunadigan odam bor, men sen bilan deydigan odam bor. Men sen bilan. Butun dunyo senga qarshi chiqsa, birinchi o'rinda oila itaradi. Oila itaradi. Oilada dushmandek. Ayol qiynalyapti oilada, uni haqiqatdan sog'im o'tkazyapti yoki uryapti, u yog'ini sindirdi. Chidaysan, kema qadamingni bosma. Meni uyimga sig'maysan. Yaqinda bizda shunaqa voqea bo'ldi. Ayolini erkak hattoki yalang'och qilib bolalarni oldida urushgacha borganda, u ajrashaman deganda, ajrashib sendan boshpana so'ramayapti. O'zini boqyapti, eplayapti shundoq. Kema, sen ajrashsang, singlingni hech kim olmaydi. Chidashga majbursan. Endi bunaqa nimalar ko'p, bu juda ham ko'p. Endi shu bilan yillar davomida yashab kelganmiz-da. Prosta aytmoqchiman, bizadan keyingi avlod shu narsa bilan to'qnashmasligi uchun, mayli, bizda to'xtasin. Mana shu bizda to'xtasin. Mayli, men filtr bo'lib beraman. Shu ajdod avlodimdan nimadirlar o'tayotgan bo'lsa, men filtr bo'lib beraman. Mendan boshqa narsa o'tsin, men shuni atrobotga qilib beraman. Nimani beraman men o'zimda bo'lmasa? Shuning uchun o'rnak. Bola mas'uliyatsizmi? Siz mas'uliyatlimisiz? Bola hech narsaga qiziqmaydimi? Sizda qiziqish bormi? Bola o'qishni xohlamaydi, siz o'qiysizmi? Bolam hech qaysi sportga bormaydi, siz shug'ullanasizmi? Sizga sog'lig'ingiz muhimmi? Bolam yomon yo'lga kirib ketadi yoki qizim bolalar bilan gaplashyapti, o'g'lim bir narsa, sizda eringiz bilan munosabatingiz yaxshimi? Oilada muhit qanaqa? Er xotinning o'rtasida muhit qanaqa? Mana ularning keyin shaxsiy hayoti shunday bo'ladi. Bolam meni behurmat qilyapti. Siz qaynonangizni hurmat qilyapsizmi? Mana mendan kichkina meni hurmat qilmayapti. Siz o'zingizdan kattalarni hurmat qilasizmi? Bolam meni aldadi. Siz aldamayapsizmi? Balki siz yolg'on gapirayotgandirsiz. Orqa varatdan boshqa ish qilayotgandirsiz. Bolalar hammasi bizni tarbiyalamaymiz. Bolalar bizani tarbiyalash uchun berilgan. To'ppa-to'g'ri. Ustoz bizaga. Bola bizani tarbiyalash uchun berilgan. Shuning uchun bolalarni tinch qo'yish kerak, yaxshi ko'rish kerak, hurmat qilish kerak, yaxshi gumonda bo'lish kerak, qalbini so'rash kerak, yoningdaman deyish kerak. Men uchun yaxshisan. Xato qilishing mumkin, adashishing mumkin, lekin men uchun yaxshisan. Xatoni to'g'rilash mumkin, uzrni so'rash mumkin. Men har doim seni bilaman. Men har doim sen bilaman. Men seni yaxshi ko'raman. Men uchun yaxshisan. Ya'ni bolani xatti-harakati bilan
o'zini shaxs sifatida ajratish. Xatti harakati не то bo'lishi mumkin, но shaxs sifatida sen qanday yaxshi bo'lgan bo'lsang, boshidan bir umr yaxshi bo'lasan. Menimcha shunday qolasan. Xatti harakat bu qilgan ishing lekin noto'g'ri. San mamnaqasan, san palonsan emas. San emas, qilgan ishing mamnaqa. Ha, to'g'ri. No san o'shasan men uchun. Da. Ajrata olish. Qadriyatlarni berishimiz kerak hozir bolalarga. Nima qadrli? Nima muhim? Ajrata olsin. Ishi, sohasi, puli xudoyim qanday buyurgan bo'lsa bo'lib ketaveradi. To'g'ri. O'zimiz bilmaymiz ertaga nima bo'lishini. Qanaqa bolaga yo'nalish ko'rsatishimiz mumkin? Men o'zimni dinozavr qayerga ketayotganingni bilmaysan, deydi. Men o'zimni dinozavr deb hisoblayman, to'g'risi. Umuman texnika bilan muomala qila olmayman. Men o'zim dinozavr bo'lib turib, u 80-yillardan kelib, men bolamga ertaga 10 yil, 20 yildan keyin foyda beradigan narsa nimani beraman? To'g'ri. Nima maslahat beraman 20 yildan keyin u yashaydi? Muvaffaqiyatli bo'ladi. O'zim tushunaman o'sha paytda deng. Hozirimni tushunmayman. Hozirimni tushunmayman. To'g'ri. Qanaqa bir xil ota-onalar bolalarni ishida maslahat beradi. Bo'shattir ana odamni. Ha. Ona siz nima aralashasiz marketingga? To'g'ri. Biznesga siz bilimingiz yetishmaydi o'tda. To'g'ri. Sen pulingni bolam mamnaq qilmading. Ona siz meni biznesimni ishimni bilmaysiz. Men sizga aytdim, men senga aytdim. Ishlagan narsa bizda ishlamaydi. Bu ikki xil narsa, umuman zamon boshqa. Ya'ni bu yoqda siz aytgan narsa bor, ya'ni men o'zimning hayotimni yashamadim. Men sen uchun hamma narsadan voz kechdim. Endi sen hamma narsadan voz kechib, men uchun yashashing kerak. Menga qara, da. Shu narsa bor. Shuni hisobiga biz qiynalyapmiz. Bizda mana shu 5 yillik terapiya bo'ldi onam bilan. Onam 29 yoshda уже ersiz qolganlar, ajrashganlar. 4 ta bola, bitta o'g'il. Hamma umid ana shunga edi. Juda kuchli, nimaga qo'yilgan edi. Men aytadim, hali turmushga chiqmagan. Onasi erga tegishingiz kerak. Ertaga siz kelinga kun bermaysiz. Keyin nima bo'ldi? Yo'q, men shuncha qildim, endi men shuncha qilgan ishimni qilib qo'yib, men erga tegmayman degan narsa bo'ldi. Lekin bir 5 yil faqat qo'ydi chiqdi bilan biz yashadik. Kelin bilan. Oxiri men tushunib yetdimki, onam hozir chalg'ib o'zi uchun yashayman desa, o'zini hayoti yo'q. O'zini mashg'uloti yo'q, qiziqishlari yo'q, o'zini orzusi yo'q, qiladigan ishi yo'q. Chunki butun umri shu bolani katta qilish bilan o'tdi. Bola katta bo'ldi. Endi uni bolasini katta qilish, uni faqat u bilan shug'ullanish kerak. Da 5 yil umrim ketdi meni. Mana shu ayolni o'ziga qaytarish uchun. Hozirgi kunda masalan, onamning kelin bilan ishi yo'q. O'zini bolalarga qaraysa, nyanka olinglar. Nyankasi bor. Erim bilan o'shibsa, o'zing hal qilmasanga shu erni berganman. Mommam o'zing hal qil. Meni ishim bor. O'sha meni onamni hozir sportga boradi, o'zini o'rtoqlari bor, o'zini boradigan ishi bor, qiladigan ishi bor, o'zini dunyosi bor. Bolalarga ham nevara qarashga vaqti yo'q. Bu menga yoqadi. Men o'ylayman, demak, juda ham ko'p bolaga, kelinga yopishayotgan ayollarni bilmaydi-da, o'zi hayot qanaqa bo'lishini. Chunki juda qiyin bo'ldi-da bizga shu joyga, men bu joydan bu joyga kelish. Albatta. To'g'rimi? Da. Shunchaki dahshat, agar u odamlarning qo'lidan hozir o'sha kelin bilan o'g'il chiqib ketsa, ular bo'lib kasal bo'lishadi. Da, faqat mana shu yerda bitta narsani aytib o'tmoqchi edim. Hozir bizning gapimizni eshitib, biza onamizni bu точка A dan точка B ga olib borishimiz kerak degan fikr o'tmasin. Iltimos, tinch qo'yinglar, onanglarni iltimos. O'zingiz o'zgaring. Da, o'zingiz o'zgaring. Nima qilsangiz o'zingiz hayotingiz bilan qilavering, lekin onani boricha qabul qilish kerak, yaxshi ko'rish kerak. Hech kim uchun voz kechish shart emas. Uni o'zgartirish shart emas. Xohlasalar, qiziqsalar, kerak bo'lsa. Chunki onalar har xil. Aytib o'tmoqchiman, men ham o'zgartirishga harakat qilmadim. Chunki men bilardim bu befoyda. Men shunchaki ko'rsatdim. Da. O'zing uchun yashash qanaqa bo'lishi mumkin? Da. Bola o'zini hayotini yashasa qanaqa mazza, sen o'zingni xohishlaring bo'lsa qanaqa mazza. Ayol bo'lib, hobbidan, sportdan, safarlardan qanaqa mazza qilib yashash mumkin? Ko'rsatdim. Boshda meni ayam aytardilar.
sangi balo bormi chet elga borib pulni sarflab. Men borardim, rasmlar jo'natardim. Yig'ishni bilmaysan. Oy kelishingiz kerak. Ha, sen pul yig'ishing kerak. Uying yo'q. Xuddi gap. Bir xil ertak hamma. Vatan qilish kerak. Vatan qilish kerak. Masalan, ko'rdilar 2-3 martadan keyin men ham boraman dedilar. Пожалуйста, men o'sha kunni kutgan edim. Bitta borib kelgandan keyin men o'tiraman. Yana boraman. Menga bu to'g'ri kelmayapti. Menga mami kerak. Endi menga yangi kiyim kerak. Menga удобный oyoq kiyim kerak. Chet elda yursam oyog'im og'ridi. Endi men sportga borishim kerak. Men o'zim ustimda ishlashim, men ozishim kerak. Men o'zimga ovqat pishirishim kerak. Ratsion to'g'rilashim kerak. O'z-o'zidan ketdi hammasi. Ya'ni bu yerda anaqa davay siz o'qing. Hozir shu gap bo'ldi. Onam o'zgarish kerak, onam o'zgarsa men o'zgaraman. Yo'q, yana bu aybdorlikni men onamga to'nkadim. Men o'zim oppoqman. Shunaqa bo'ladi. Endi keyingi aytmoqchi bo'lgan gapim mana sizni men shunaqa o'zi yaqindan bilmasdim shu paytgacha. Lekin men kuzatganimda men his qilamanki sizda pul zo'r ishlaydi. Mana pulni zo'r ochib berasiz. Men uchun kuchli tomoningiz mana shu zo'r pulga rezultatga chiqarib berasiz. Masalan, men kuzataman. Endi hozir o'zingiz ham aytdingiz. Chunki pulni yaxshi ko'raman-da. Pul kelishib oldim-da pul bilan. To'ppa-to'g'ri. Menga yoqdi gapingiz. Aytdingiz-ku, pul tarbiyalaydi bizni. Ustoz, yaxshi ustoz. Zo'r gap gapirdingiz. Men shu narsani aytardim qizlarga, lekin shu bitta so'z bilan tushuntirib bera olmasdim-da. Chunki muammo bormi? Muammoni yechishdan ko'ra men ko'proq pul topsam, o'sam rivojlanaman. Zo'r aytdingiz. Menga bitta o'rtog'im kelib aytgan. Pul kerakmi degan. Kim qaysi qarindoshim bilan urushgan bo'lsa, yarashishing kerak ekan degan. Real menga pul kerak, men yaxshi yashashim kerak. Men borib o'sha gaplashmayotgan amma xolam bilan hammasi bilan uyga kirib, kechirim so'rab, xayr-xo'sh joyiga qo'yib chiqqanman. Rahmat pulga shu uchun. Ha, shularni anaqasi kerak ekan menga deganman, lekin uni hech kim meni majbur qila olmasdi o'sha puldan boshqa. To'g'risi. Onam necha marta aytgan. Men qilmagan, nimaga kerak menga? Kerak emas, shularning sizdan yashayman. Pul ko'p narsaga majbur qiladi. Mana pul bloklari desangiz, odamlar bizani o'zimizni sotish uchun o'ylab topdi deb o'ylashyapti. Shu joyda aniqlik kirib keting. Nima sizning fikringiz bor? Nima uchun odamlarda pul yo'q? Nima uchun? Masalan, siz yashagan hayotda, men yashagan hayotda to'kinchilikni Alloh hammaga berayotgan bir xil resursni nimaga hamma har xil olib, qiynalib yoki bir umr qarzda, bir umr qiyinchilikda yashayotgan odamlar bor. Bunda biz psixolog sifatida nima deya olamiz? Pul mavzusi juda ham katta mavzu. Pul bu moddiy dunyoni bitta ko'rinishi. To'ppa-to'g'ri. Moddiy gap faqat pulda emas. Men hozir yaqinda aytganman, pul bu boy ayol bu pul haqida emas. Men shunday o'qidim. Boy ayol bu pul haqida emas. Pul ishlashni postingiz o'qidim, hozir so'zma-so'z esimdan chiqib ketdi. Shu narsani aytdingiz, ya'ni boy ayol pulni gapirmaydi. Bu boshqacha boylikda, bu boshqacha munosabat. Ya'ni mana moddiy dunyo bor. Biz ko'radigan, ushlab ko'ra oladigan narsa bu moddiy dunyo. Mana ko'zimiz ochilsa bu moddiy dunyo, fizikiy mir. Ko'zimiz yumsak bu duxovniy, ichki dunyo deylik. Pul bu mana moddiy dunyoning bitta ko'rinishi. Xuddi shunday meni tanam, ko'zim ochsam tanamni ko'ramanmi? Tanam moddiy dunyo. Bolalarim bilan munosabatim, erim bilan munosabatim, ishxonam, ofisim, uyim, narsalarim, taqimchoqlarim, mashinam, sayohat, mana shu hammasi moddiy dunyo. Agar ayol kishi moddiy dunyo bilan kelishib olsa, uni xizmatida bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni bu nima degani? Bu xohlagani bo'ladi. Ayol kishiga pulni miqdori emas, mana taxlangani yoki bankdagi shot raqamlar emas. Ayol kishiga o'sha pul beradigan narsa kerak. To'g'ri. Nima qilasiz o'sha qog'ozni? U nimagadir sarflanishi kerak. Nimadir bo'lmaydi-ku. Ya'ni ayolga o'sha pul beradigan narsa kerak. U taassurotlar beradimi, впечатление, misol uchun sayohatda beradimi, u o'zini yaxshi his qilishni beradimi? Nima beradi bu? U mashina beradimi, tilla taqimchoq beradimi, qimmat bilyo kiyimlar beradimi, shopping beradimi? Menga bu muhim emas, ana bu beradigan narsa muhim. Ayol kishi niyat qilganda yoki maqsad qo'yganda pulim bo'lsa buni olaman emas. Mana buni so'rash kerak. Ya хочу вот это, mana buni hol. Nima farqi bor senga qayerdan keladi bu? Balki o'zing ishlab toparsan, balki qayerdandir kelib qolar.
Sanga bu muhim emas. Mana erkaklarga miqdori muhim. Ha. O'shaning uchun erkaklar pul topishni o'rganish kerak. Chunki erkaklar buni nimaga sarflashni bilmaydi. Ha, to'g'ri. To'g'ri. Ayol biladi. Ayolga qatdan kelishi muhim emas, nimaga sarflash kerakligini Bo'ychasiga biladi. sarflaydi. Bo'ychasiga. Ayolga qancha pul bo'lsa ham, u joyini biladi. Ha. Lekin erkak bilmaydi nimaga sarflashni. Erkakga topish muhim. Ha. Mana bir oyda 50 ming, keyingisida 100 ming, yil oxirigacha 500 mingga chiqaman. Mana shu muhim. Erkaklarga o'sha miqdori Adrenalin azart beradi. beradi va ularni erkaklik sifatlarini charxlaydi. Ayol pulni qo'ysa sinadi. Pulim bo'lsa olardim. Pul, mashina olishim uchun menimcha pul kerak-da. Endi pulga borib taqaladida. Endi puling bo'lsa keyin bolang o'qiydi. Mana hamma narsa menga. Bu erkakcha strategiya. Bu ayollarniki. Aytmoqchimanki, mani tabiatim men moddiy dunyoga tegishli. Ya'ni ayollarni moddiy dunyo bilan munosabati bor. Erkaklarni moddiy dunyo bilan munosabati bor. Erkakcha ishlash mumkin, erkakcha pul topish mumkin. Ayolona pul topish mumkin. Ayolona ishlash mumkin. Bu ham o'z mana yangi termin olib kiryapmiz, женские деньги. Ayolona pul. Bu eshitilishi ham boshqacha-da uni. To'g'ri. Bu bir-biridan farq qiladi. Ayollarda miyasida ayolona yondashuv chipi bo'lmagandan keyin приложение u erkakchasiga munosabat qiladi. Va qiyinchilik bilan hamma narsaga erishadi. Sog'lig'i, sevgi yo'qoladi. Erkakchasiga pul topgan ayolni munosabati, ya'ni sevgisi bilan sog'lig'i bo'lmaydi. Unda gormonal o'zgarishlar bo'lib ketadi va munosabatlarda qiynaladi. Bolalari bilan problema, turmush o'rtog'i bilan muammo bo'ladi. Nima bilan farq qiladi? Erkakcha munosabat moddiy dunyo bilan ayolona munosabatdan nima bilan farq qiladi? Juda ko'p narsa bilan. Juda ko'p narsa bilan farq qiladi. Mana shu narsani ayollar o'rganish kerak. O'shanda xohlagan orzungiz amalga oshadi. Xohlang ishlang, xohlang qiziqqan faoliyatingiz bilan shug'ullaning, xohlang pul toping, xohlagan narsangizni qiling. Lekin o'shanda ayolligingizni yo'qotmaysiz. O'zini yo'qotmasdan mana shuncha xohlagan narsasiga ega bo'lish. To'g'ri. Bu yangicha ilm. Yangicha ilm. Sizga tanish bo'lmagan ilm. Umuman. Siz bilmaganingizdan keyin Instagramdagi qilib ko'rasiz, buniki qilib ko'rasiz, g'arb ayolidagi qilib ko'rasiz, sharq ayoliga shariat bo'yicha qilib ko'rasiz. Bunday o'xshamaydi. Chunki bu umuman bu psixologiya bilan, bu mana ichki dunyoyim bilan bog'liq. U faqatgina men o'zimga xos, individual degan narsa bo'lish kerak-da. Ayol tabiatiga xos. Ayol tabiatiga xos. O'shaning uchun yoki oilamda baxtli bo'laman, yoki karyera qilaman, yoki itoatkor ayol bo'lib, zato erli ayol bo'laman, yoki men erkin bo'lib, xuddiki bu yoqda erkinlik yo'qda, erkin bo'lib, bemalol xohlagan hayotimda yashayman. Xuddiki turmushga chiqsang, bemalol xohlagan hayoting bo'lmaydi. Yoki nima yoki? Nimaga sen ikkalovdan bittasini tanlashing kerak? Nimaga ikkalasidan bittasini tanlash kerak? Boshqa variant yo'qmi? Milliard xil variant bor. Bizning kallamizda ikkita variant. Yoki mana bunaqa bo'lasan, yoki mana bunaqa bo'lasan. Nimadandir voz kechishing kerak. Hammasini qilsa bo'ladi. 3-variant bor, 4-variant bor, 5-variant bor. To'g'ri. Lekin men buni asoslarini bilmaymiz-da. Asos yo'q. Men ham qiynalganman. Men erkakcha ishlaganman. Mas'uliyatli bo'l, qarab o'tirma, o'zing qil, o'zingga ishon, o'zingni qo'lga ol. Bir narsa bu erkakcha strategiya. Men pul topganman, juda qiynalib. Men sog'lig'imda yomon qiynalganman. Men munosabatda qiynalganman. Pul menga juda katta to'lov bilan kelgan. Buni o'qib bir narsa, bu odamida gap. Mana shuni tushunib, o'shani nimadir o'rgansam, birdan o'zimda ishlatib ko'raman. Bu shunaqa ishlarmidi? Bu yog'ini tushunib olganimdan keyin ham sog'lomsiz, kasalliklar ketadi, ham yengilsiz, ham munosabatdasiz, sevikli ayolsiz. Pul 2 barobar, 3 barobar ko'p. 10 barobar ko'p. To'g'ri. Lekin boylik pul emas. Hamma narsada pul ham ko'p. Bu misol ayol tabiatiga qaytsam, men pulsiz bo'laman degani emas. Pul ham ko'p, mashina ham bor, u ham, bu ham, bo'veradi. Oson bo'veradi, yengil bo'laveradi. Buni siri bor. Buni anaqalar bor. Shuning uchun mana endi hozir o'zimda sinab ko'rdim, o'xshadi. Endi buni qanaqadir loyiha qilib, misol uchun loyiha yaratdim, mulk xonim. Mulk xonim zo'rda, qarang.
ham mulk, ham boylik, ham xonim. Ha. Qanaqa qilib buni bu qadimda bo'lganda Mix bizda. qilsa bo'ladi deng. Mix qilsa bo'ladi. To'ppa-to'g'ri qadimda bo'lgan. Qadimda bo'lgan, mulk xonimlar Mulk bo'lgan. xonim ham tarixdan kelyapti. Albatta. Bu bizning qonimizda bor. Lekin biz nimadir unutib qo'yganmiz. Biz uni robot bo'lib qo'yganmiz-da, temir xotin. 70 yil SSR davrida bizdan randalab o'ziga kerakli figura yasalgan. Da. Biz nimadir unutib qo'yganmiz. Мне вот сейчас nравится, bitta zo'r fikr keldi. Temir xotindan mulk xonimga. Temir xotin xuddi o'sha vibe ga to'g'ri keladigan narsa. Temir xotin kinosi bekorga olinmagan, juda mashhur bo'lmagan. Temir xotindan mulk xonimga. Zo'r, ajoyib ideya. Ana o'shanda zamonaviy, baxtli, boy sharq ayoli bo'ladi. Bu sharqonaligimizga mos narsa bo'lishi kerak. Bizani pul topishimiz, ishlashimiz o'zimizdan kelib chiqish kerak-da bu. Bu boshqa yerdan olib joylolmaymiz buni. O'xshamaydi bu. Yo'qotib qo'yamiz boshqacha, qaysi qimmat narsalarni yo'qotib qo'yamiz. Ham sharqonalik bo'lishi kerak, ham o'zimizdan kelib chiqish kerak, ham zamonaviy bo'lishi kerak. Da, zamon bilan ham nafas. Ha, meni hozir shunaqa orzu-havaslarim bor. Xohlayman Maldivaga borishni, xohlayman qanaqadir mashina haydashni. Men zamonaviyman, bu yomon emas. Bu yomon emas, bu noshukrlik emas. To'ppa-to'g'ri. Lekin men buni boshqacha qilishim kerak-da. Men zamonaviy bo'laman deb turmushdan yoki bolalarimdan ajralib qolmasligim kerak. Men zamonaviy bo'laman deb onkologiyani orttirishim kerak emas. Chidashim kerak emas. Yo'q, bu boshqacha qilinadi. O'sha narsani tushunib qoldim. Ham yumshoqlik, ham yengillik, ham ayollik, ham boylik. Rostdan hozir oldingi Nargiz Sattarvadan ko'ra yumshoqlik sizni ko'ryapman. Xudoga shukr, oldin yomon qattiq bo'lgan. Albatta, men buni sezganman. Juda ham. Qattiq energiya, o'sha musko energiya muskoda bo'lganman-da. Endi bizda o'sha o'tish etapida baribir shu narsa chiqib olish uchun kerak bo'lar ekan u narsa. Albatta, albatta. O'sha narsa o'zingizga kuchingiz yetishi, atrofdagilarga chidab berish uchun kerak bo'lar ekan, keyin sekin-sekin maskani almashtirish kerak ekan. Birinchi, ikkinchi sinfda kara-karani o'rgangan bo'lsak, 10-sinfda kara-kara kerak emas degani emas-ku. Bu fundament sekin-sekin. Bizning lesnitsamiz. Albatta. Endi savol qizig'i, nechta maskangiz bor? Nechta maskam bor? Nechta maskam bor? Bilmadim. Qanaqadir vaziyat mendan nimanidir talab qilsa, o'zimni arendaga berib turaman. Mana hozir ham podkastga o'zimni arendaga berib turibman. Mana shuning uchun ham siz nimada muvaffaqiyatli jamiyatda o'rin topgan ayolsizda. Bizda men bitta maska kiydim bo'ldi, men o'sha maskada qolishim kerak. Переключение kerak. Bitta kanaldan ikkinchi kanalga o'ta olishim kerak. Masalan, hozir uyingizga borib, qani nima dars qildinglar? Davay eshtir hamma. Mana bugun mana bu mavzuni o'tamiz demaysiz-ku. Biz hammamiz o'z tabiatdan bolalar mana bunday bo'lish kerak bo'lmaydi. Tabiatdan hammamiz o'sha maskalar bilan yaratilganmiz. Faqat hozirgi meni auditoriyamning muammosi ona bilan o'sha kerak bo'lganda любовница maskasini almashtira olmay qolishadi. Xuddi ona bo'lsa, bo'ldi любовница yomon, agar любовница bo'lsa, u yaxshi ona bo'la olmay qoladi. Yoki bolachaman. Xuddi siz aytganingizdek, yoki. Men hozir zo'r jamiyatda o'rnini topgan ayol bo'lsam, men yaxshi xotin bo'lmay qolaman. Agar men yaxshi xotin bo'lsam, uyda o'tirib faqat men erga qarashim kerak, men ishlasam bo'lmaydi degan narsa bor. Ya'ni endi siz bilan men hozirgi kunda hamma maskani joyida ishlatib, mana shunaqasiga almashtiradigan odamlarmiz. Qarang, men boyagi zo'r misol. Mana ruh, qalb, tana, aql. Mana qarang, mana shu stakanda nechta qirrasi bor? Ha, to'ppa-to'g'ri. Ya'ni личность, lichina, maska so'zidan olingan. Persona, to есть men qirramni aylantiraman deb, mana hozir qaysi variantdaman? Men hozir siz bilan gaplashishim kerak. Kimlar uchundir foydali bo'lishim kerak. Men buni aylantiraman deb psixologga yoqaman. Agar men mana bu yerda bo'lsam, bu meni qo'limda. Men buni to'g'rilab olaman, qaysidirlarini o'zgartiraman. Misol uchun qaysidirlari kerak emas-da endi hozir. To'ppa-to'g'ri. O'zgartira olaman, yaxshiroq qila olaman. Agar men bu yoqda bo'lsam. Agar men buni ichida qovurilsam, buni boshqara olmayman, bu meni boshqaradi. Ya'ni tashqi muhit sizni boshqaradi. Men o'zimni aqlimni quliga aylanaman. Aql meni xizmatimda emas. Hozir aql meni xizmatimda. Men aqlimni quliga aylanaman.
ya'ni shaytonni quliga. Bu shaytoniy qismimizda. Davay qiladigan. Tinchlik bermaydigan, bidir qiladigan. Bu har doim bidir qiladi. Bu uni kuzatib tura olish kerak. Ya'ni inson o'zini aqlini kuzatib tura oladigan darajaga yetishi mumkin. Bu serqirraligi muammo emas, yomon emas. No buni aylantirish zo'r. Bu aylantirish sani qo'lingda. Ya'ni aqlingni boshqarish sani qo'lingda bo'lish kerak. Bu sani xizmatingda bo'lish kerak. Ana o'shanda muvaffaqiyatli bo'lish mumkin. Muvaffaqiyatli inson aqlini boshqara olgan inson. Aqli uni boshqarmaydi. Misol uchun, kimdir semiribsizmi desa, "Mani semirib dedi, bor gapir, nima, shunaqa yer bo'laverasanmi? Qachon? Всё, ketdim, men aqlimni gaplariga bo'ysundimda, xatti-harakatim xafa bo'laman. Da. O'zimdan voz kechaman yoki men nima qilishim kerak ekan deyman, ozishim kerak ekan deyman. Meni sog'lig'im o'ylantirmaydi. Men ozishim kerak ekan deyman. Operatsiya qilaman. Men Instagramda davomim naqa bo'lish kerak ekan. Men o'zimdan voz kechaman. Bu qayerda qolib ketdi men bu? Izначальный boshidagi narsa. Boshidagi go'zallik, Allohning naqshi, u naqsh bergan menga boshidan. Hatto tanaga joylashimdan oldin meni qalbimning naqshi bo'lgan va hammamizda u naqsh har xil. Men tanada joylashdim, meni aqlim paydo bo'ldi men bitta. Ajoyib. O'zligiga qaytish degani u yoqqa qaytish degani. No, ming afsuski, bu tabiiy narsa. Ko'plar aqlini ichida, labirintda, bidi o'shaning uchun bitta ovozi bunday deydi, bitta ovoz bunday deydi, bitta o'zini ichida o'zi chalkashib, o'zi bilan o'zi urushib, o'zini o'zi xafa bo'lib, dodlab, o'zini o'zi azoblaydi. Bizda ham shunaqa bo'ladi. Aqlni ichida. Faqat buni bo'layotgan 50 ta odam razgovoriga siz baho bera olasiz. Kuzatib turasiz. Kuzatasiz. Xulosa chiqara olasiz. Faqat bu bilan qolib ketmaysiz-da. Albatta. Eng muhimi shuni eshita olishda. Nima deyapti o'zi? O'sha aqling sani, kimlarning fikridan kelib chiqib? Senga nima muhim yoki sen kimsan? O'zi aslida nima xohlaysan? Haqiqatan kelishadi, men mashina ola olmayapman. Senga mashina kerak emas o'zi. Ichingdan u narsaga sen tayyor emas. Kimdir aytayapti, olish kerak, sen bo'ldi, ketding shu bilan, meni gapiga ishonib, shunaqa qilish kerak deb o'ylayapsan. Aqli ravon, aqli tiniq, aqli charxlangan, bu mana boyagi quygan narsamiz ichida ko'p keraksiz musorlar bor-da. Bu doim xalaqit beradi. Bu aynitadi. Chiroyli bo'lmaydi bu narsa. Shuning uchun olib tashlash kerak bu narsalarni. Tozalash kerak. Inson o'zi uchun bog'bon bo'ladi. Ya'ni ma'mini ichini o'zi tozalab turadi. Tozalamasa bu aynib ketadi, mog'orlab ketadi. Mana shu ishdan chiqsa inson ruhiy kasal bo'ladi. То есть aql nastroykalari ishdan chiqdi. Bizda noto'g'ri nomlanadi, ruh kasal bo'lmaydi. U kasal bo'lish iloji yo'q. Shunaqa deb nomlangan. Aql kasal bo'ladi. Aql xastalanadi. Nastroykalar ishdan chiqib ketadi. Bu yoqda hammasi joyida. Bu hech qachon hech narsa bo'lmaydi bu bilan. Gap ma'minda. To'g'ri. Psixologiya ma'mini tartibga soladi. Endi hozir yana shunaqa moda bo'ldi. Men YouTube'da hamma narsa bilib olaman. Men искусственный интеллектda ChatGPTda hamma muammoimni bilib olaman. Menga psixolog kerak emas. Nima deysiz? Mayli, xo'p, bu tanlov. Mayli, odam qilib ko'rish kerak. Qilib ko'rish kerak. Попробуй, ладно, сделай, ладно, qil. Da, bu imkoniyatdir balki. Men ham misol uchun ustozlarimni men ham hozir o'zimning faoliyatimga sun'iy intellektni imkoniyatlarini joylayapman, chunki bu meni ishimni osonlashtiradi. Mana boyagi savol berdingiz-ku, psixolog kerakmi deb. Meni ustozlarim o'zlari hozir shunaqa o'zlarini chatbotlarini yaratishgan. Men nimadandir qiynalganimda, men nimadir tushunmay qolganimda, menga aynan ularning chatboti yordam beradi. Demak, siz o'zimni ko'rsatib beradi. Mana savol. Psixologda ham muammo bo'ladimi? Sizda ham muammo bormi? Eshitganmisiz shunaqa savol? Da, albatta. Mijozda? Albatta, men insonman. Da. Bizda muammo bo'lishi. Albatta. Bu siz iloji yo'q. Просто psixolog bilan endi oddiy odamni farqi shundaki, oddiy odam deb qo'shtirnoq ichida aytyapman. Psixolog ham oddiy odam. Psixologiyada shug'ullanmayotgan odamni mutaxassis bilan oddiy tinglovchini farqi shundaki, psixolog hayotida muammo bo'lganda unga o'rlashib ketmaydi-da, uni bir imkoniyat deb qabul qiladi. Menga Xudoyim bir sinov yoki muammo bersa,
imkoniyat, ya'ni bir pog'ona ko'tarilishga. Analiz qilib. Men uni hal qilishga harakat qilaman. Men uni hal qilib, keyingi sinfga o'tsam, pastdagi sinflar men uchun tushunarli. Ha. Men ularni tushunaman. Agar o'zim o'tmasam, men uni tushunmayman. To'g'ri. O'shaning uchun o'zim mana hayotimda muammo bo'lmasa ham, chunki hal qilishni o'rganganman, muammo bo'lmasa o'zimga sun'iy muammo yarataman. O'zimni juda ham qiyin vaziyatlarga, qiyin sharoitlarga joylayman. O'sha payti dod deb mana ichimdagi narsalar chiqadi yana. Ha, to'g'ri. Misol uchun Tibetga boraman, Everestga chiqamanmi, bir narsalar, Kailasga boraman, dod bir o'limdan qolaman. Ya'ni o'zim shunaqa narsalardan o'tamanki, u yoqdan kelganimdan keyin mana bir ikki pog'ona ko'tarilgandan keyin odam og'rig'i, dardi, yo'li tushunarli bo'ladi. Men uni ko'tara olayman-da, o'zimdan o'tqiza olayman. O'zim o'smasam, buni ko'tarib bo'lmaydi, o'tkazib bo'lmaydi. O'tmagan narsamni, yo'q, darsini bera olmayman. Yo'q. Tushunmayman prosta odamni. Chunki psixolog ham oddiy odam, unda ham emotsiyalar bor. Hamma Alloh hamma odamga bergan narsa o'sha insonda ham bor. Faqat u bir qadam oldinga yurib, muammosini sizdan oldinroq yechgan odam. Hozirgi kunda bu imkoniyat. Bu o'sishga imkoniyat. O deyman, keyingi masala keldi. Xo'p, qarasha. Xo'p deyman, xo'p. Bu keyingi masala. Xo'p. O'syapmiz. Da. Demak, tirikmiz. Xudoyim o'ziga tortadi. O'ziga tortdi. Yana bir yaqinlashishni xohladi. O'ziga yaqinlashtirishni istadi. Berdi. Men hal qilmadim. Juda ham yaxshi, juda ham qiziqarli suhbat bo'ldi. Men siz bilan yana bemalol soatlab suhbat qilishim mumkin edi, lekin vaqtimiz kam. Lekin qimmat narsalarni hozir shunchaki berib yuboryapsiz. Shuning uchun suhbatimizni yakunlaymiz. Lekin qolganini pulli qilamiz. Suhbat oxirida sizga savol bermoqchiman. Mana siz ustozsiz, psixologsiz. Menga fikringiz qanaqa edi? Yo'q, mana lичностni olib qo'yamiz, meni qilayotgan ishimga. Bu kerakmi ayollarga? Bu nima beradi sizga meni fikrim, sizni faoliyatingiz haqida? Yo'q, bu menga nima bermaydi. Men prosta auditoriyaga sizni ekspert sifatida fikringizni so'rayapman. Agar bu kerak bo'lmaganida siz bu bilan shug'ullanmagan bo'lardingiz. Men bo'lmasdim shu yerda. Albatta, da. Demak, siz keraksiz, dunyoga keraksiz, Allohga keraksiz. Siz xizmatingizdadirsiz, balki hammaning o'zini xizmati bor, hammaning o'zini qiziqishlari bor. Misol uchun siz ochadigan narsalarni uncha odamni ochishga duxi yetmaydi. Misol uchun men umuman duxim yetmaydi unaqa narsalarni gapirishga. Hammaning o'zini xizmati, o'zini yo'li bor-da. Kerak bo'lmaganingizda bo'lmas edingiz. Demak kerak. Albatta kerak. Bormi, mavjudmi, demak kerak. Har bitta inson o'zi uchun nimadir oladi. Albatta, значит kerak. To'ppa-to'g'ri. Xo'p, vaqt ajratib kelganingizga rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Men ham maza qildim. O'ylaymanki, siz bilan hali yana ko'p ko'rishamiz, uchrashamiz. Albatta ana shu kursingiz yangi chiqsa, o'zim birinchi bo'lib sotib olaman. Da, bu boshlandi уже. Mulk xonim. Hamma tadbirkor ayollar, pul topgan ayollar, lekin nimadandir ichida qiynalayotgan ayollar uchun. Bu xuddi siz aytganingizdek, anaqa biz chiqib olishimiz uchun kerak bo'lgan qattiq og'riqli energiyani olib chiqib, u yog'iga qanaqa yo'l ketishni bilmayotgan, ya'ni og'riqsiz, sevgi, yumshoq bo'lib yashashni bilmayotgan ayollar uchun. Chunki o'zimiz ham endi o'rganyapmiz-da u narsani. Yugurdim, yeldim, mana katta narsaga erishdim, lekin qiynalyapman. Maza qila olmayapman shundan yoki o'zimni yo'qotib qo'yapman. Men o'zimni yo'qotib qo'yapman-da, ishim borgan sari ko'payadi, mas'uliyat borgan sari oshadi, xodimlar borgan sari oshadi, lekin men qolmayapman. To'ppa-to'g'ri. Ana shu holat. Hozir ko'pchilikda shu muammo. Da. Demak, ko'pchilik ayollar, ayniqsa hayotda nimagadir erishayotgan ayollar bu borada o'zini og'riqlariga ancha yechim olib hayotini tuzatishadi. Chiroyli yana ham undan kattaroq ishlarni osonlikcha erishishga o'rganishadi. O'zi aslida agar asl ayollik tabiati bo'lsa, hamma narsa oson, siz aytganingizdek. Ajoyib. Demak, sizlar bilan endi yana bundan-da qiziqarliroq podkastlarda qatnashamiz. Xo'p, auditoriyamizga tilaklaringiz qanaqa? Aytib qo'ying, chunki sizni har bitta gapingizni diqqat bilan eshitishadi. Mana men sizni gaplaringizni eslab Instagramda o'zim bundan ko'rganman, lekin hammasi miyamda turibdi. Sizni muxlis bo'lib, ertalabdan kechgacha nima chiqarishingizni kutib eshitadigan odamlar bor. Ular uchun bilasizmi, har bitta gapingiz
motivatsiyada nimadandir Bilaman-da. o'zgartirib yuborishadi. Bilaman, chunki o'zim shunaqamanda. O'zim olib turamanda, o'zim turolmayman. Eshitmasam bir kun eshitmasam, olmasam shu oziqani turolmayman. Shuning uchun bilaman, insonga shunaqa bir joy, shunaqa narsa kerakda, qiynalgan paytda, tupikka kirib qolgan paytda, savolga javob topmagan paytda shunday kirib shuni eshitadigan narsasi kerak. U bo'ldi, nimadir olsa, o'tib oladi, oson bo'ladi. Nima deyishim mumkin? Men hamisha ayollarga umuman har doim nima qilish kerak, nima tavsiya berasiz deganda, o'qing va yana o'qing deyman. Hozir ilm oladigan payt keldi. Hozir o'zgaradigan payt keldi, ayniqsa ayollarda. Shuning uchun Xudoga shukr, buni imkoniyati bor. Eng qizig'i shu. Ota-onamiz paytda imkoniyat bo'lmagan, ular boshqa masalalarni o'zini zamonida hal qilgan. Lekin bizani zamonimizni masalasi o'sha aqldan qalbga qaytish. Chunki agar insoniyat hozir qalbga qaytmasa, o'zini o'zi vayron qiladi. Aql shu darajaga yetdiki, insoniyatni vayron qiladigan darajaga yetdi. To'g'ri. Bu qurol yaroq, bu har xil nimalar, xuddi shunday sun'iy intellekt ham. Va insonlarni aqldan qalbga qaytishligiga eng asosiy katta sababchi bu ayollar bo'ladi. Ayollar bu qadamni qo'yadi. Go'zallik qutqaradi dunyoni deb bejizga aytilmagan va mana shu yo'lda ayollarga tavsiya qilgan bo'lardimki, imkon qadar bir kunda yarim soat, 1 soatingizni mana shu ilm olishlikka bag'ishlang. Ilm olish degani men kimman, nimaga yaraldim, o'zini isloh etish uchun, o'zini tushunib olish uchun. Bu sizga qalb xotirjamligini beradi, bu oydinlik beradi. Buni natijasida ham farzandingizga yaxshi bo'ladi, ham turmush o'rtog'ingizga yaxshi bo'ladi. Bu bitta odam, mana agar ayol ilmli bo'lsa, agar ayol baxtli bo'lsa, uni atrofida 1000 ta inson baxtli bo'ladi. Kimlarnidir baxtli qilish kerak emas. O'zingizni baxtli qilsangiz, atrofingizda 1000 ta inson baxtli bo'ladi. Shuning uchun hamisha Allohdan ilm yo'lida bo'lishlikni so'rab qolaman, tilab qolaman. Ilohim, mana shunday sharafli yo'l hammamizga nasib qilsin. Rahmat kattakon tilaklaringiz uchun. Ayniqsa bizani rivojlanishimiz bolalarimizga katta o'zgarish, rivoj beradi. Shuning uchun men o'ylaymanki, ayollar to'g'ri biz ko'pincha o'zimiz uchun yashamaymiz, bola uchun yashaymiz. Aynan o'sha bolamni men chidasam o'tib ketadi, bolam yaxshi bo'ladi degan fikrni qo'yib turib, men baxtli bo'lsamgina Bolam baxtli bo'ladi. Bolam baxtli bo'la oladi degan fikrni tushunib yetish kerak. To'ppa-to'g'ri aytdilar, ilm olish kerak, o'sish kerak, rivojlanish kerak. Har doim ilm yo'lida bo'lgan insonlar haqiqatan mana shu kunda yutadi. Sizga katta rahmat. Juda ham ko'p bilimlar berdingiz. Endi bu bilimlarning qadrini men bilaman. Sizni tushunganim uchun. Bitta auditoriya ham his qilishsin. Bitta narsa aytmoqchi edim. Juda ham xol yurdim. Agar kim qanaqa anglash olgan bo'lsa, chunki mana shu lampochka yonadi deyman-da, nimadir ichingizda bir yorqinlik bergan bo'lsa, anglash olgan bo'lsangiz, qaysi gap, qaysi ibora, suhbatimizning qaysi qismi sizga bir anglash berdi. Mana shu anglashlar bilan bo'lishsin kommentlarida. Hamma yozsin, podkastni oxirigacha ko'ringlar. Mana shu joyni boshiga qo'yib qo'yinglar. Oxirigacha ko'ringlar. O'zingizga eng yoqqan joyini yozing. Bizni eng yoqqan joyini yozgan, ikkita chiroyli kommentariy yozgan odamga eng zo'r insightlar uchun, balki o'zimizga ham insight bo'lib qolishi mumkin-da o'sha. Hamma har xil ishlarda. O'sha ikkita odamga biz sovg'a beramiz. Bittasini Nargiz opam beradilar, bittasini men beraman. Shuda bo'lsin. Rozimisiz? Roziman, jonim bilan. Sovg'amiz juda ham qiymatli narsa. Agar sizga ham bu foydali bo'ladi, ham moddiy tomondan foydali bo'ladi. Ya'ni siz agar buni oxirigacha eshitadigan bo'lsangiz, bu bitta terapiyalar mana sizlarga qimmat gaplari ketdi. Bu gaplarning qadrini men bilaman. Rahmat. Juda ham ajoyib bo'ldi. Xo'p, juda ham minnatdormiz kelganingiz uchun. Sizga katta rahmat. Yana ko'rishamiz deb umid qilib qolamiz. Taklif uchun rahmat. Sog' bo'ling.